Assalomu alaykum do'stlar. Shurp urayotgan, qiynalayotgan bo'lsangiz, atverka mayda yo'qolib qolgan bo'lsa, buni bitta zo'r usuli bor. Mana aytganadigan. Lekin sal xavfliroq usul bo'lamiz. Bo'lmasa boshladik. Buning uchun bizga bitta akkumulyator, yarim metrcha 1,5 sim kerak bo'ladi. Atverkamizga simni o'rab chiqamiz boshdan oxirigacha. O'ramlar iloji boricha yaqinroq bo'lsin, tekis bo'lsin va atverkaga yopishib tursin. Mana shunga o'xshash holatda bo'lishi kerak. Mana akkumulyator pastga oldim. Iloji boricha permechkamiz uzunroq bo'lsa, simmi yaxshi bo'ladi. Uzoqroq tursa akkumulyator xavfsizroq bo'ladi. Endi simni ikkita uchini akkumulyatorga tekkizamiz. Tekkizib, sirazi uzamiz. Ko'p ushlab turmaymiz. 1 sekund ushlasak yetadi. Bo'ldi. Endi sinab ko'ramiz. Effekt qanaqa bo'ladi? Ana endi ehtiyot bo'lib sinab ko'rsanglar, shurp burashda qiynalmaysizlar atverka ishlatishda. Sog' bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin.